Xayrli kech, hurmatli o'quvchilar, kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Python dasturlash asoslari darsidan modullar darsini ko'ramiz. Xo'p, darslarimiz shu kitobdan davom etadi. Uni rasmiy sayti bor, o'zlaringiz internetda qidirib topishingiz mumkin. Xo'p, funksiyani qulayliklaridan biri ko'p takrorlanadigan kodlarni funksiya ichida yashirishimiz va kerak bo'lganda funksiya nomi orqali murojaat etishimiz mumkinligida ekan. Maqsadimiz dasturni ixcham va tushunarli qilib, kelajakda o'zimiz yoki boshqalar uchun ham toza kod qoldirishdir. Bu yo'nalishda yana bir qadam qo'yib, dasturimizni modullarga ajratishimiz mumkin. Modul deb loyihamiz ichidagi alohida fayl bo'lib, dasturimiz davomida ishlatiladigan funksiyalarni va o'zgaruvchilarni mana shu faylga joylab, ko'zdan yashirib qo'yishimiz mumkin. Bu bizga asosiy dasturimizdan chalg'imasdan kod yozish imkonini beradi. Modul va uning ichidagi funksiyalarni istalgan payt asosiy dasturimizga yuklab olishimiz, modullarni boshqa dasturchilar bilan ulashishimiz yoki kelajakda o'zimizning boshqa loyihalarimizda ulardan foydalanishimiz mumkin. Umuman olganda, katta dasturlar o'nlab modullardan iborat bo'lishi tabiiy hol. Dastlab sizlar bilan modul yaratamiz. Quyida modul yaratish uchun asosiy dasturimizdagi funksiyalarni yangi faylga ko'chiramiz, xolos. Ikki fayl ochamiz. Birinchisi autoinfo.mod.py va automain.py degan faylni ochamiz. Ikkita. Xo'p, autoinfo modul faylimizda funksiyalarni yaratamiz, ichine funksiyalar saqlaymiz va yaratamiz. Ularga qiymatlarni aytish uchun amallar bajarish ketma-ketlik dasturligimizdan yaratamizdan saqlab qo'yamiz. Asosiy ish narsa automainda turli xil usullar bilan bergan modulni har xil usullar bilan ishlatib ko'ramiz. Dastlabki usul Xo'p, birinchi autoinfo mod degan fayl chiqqandan keyin uning ichine 3 ta funksiya joylaymiz. Bu funksiyalar kitobning avvalida ham aytilgan avtomobilni ikki funksiyaning asosiy vazifasi avtomobilni ma'lumotlarini oladidan bizga quyidagi ko'rinishda chiqarib beradi. Masalan, bunda bizga GM Malibu avtomat ishlab chiqaruvchining GM modelini Malibu rangini oq, korobkasini avtomat, yilini 20, narxini 40 ming deb kiritsak, u bizga quyidagi ko'rinishda oq GM Malibu avtomat korobka 20-yil 40 ming deb ko'rsatadi. Konsolga chiqarib beradi. Biz shu ikkisini yozishimiz kerak. Xo'p. Birinchi 3 ta funksiya yaratamiz. Birinchi funksiyaning vazifasi ro'yxat ochadi. Avtomobil nalari uchun saqlaydiganlarni olish uchun funksiya yaratadi. Ma'lumotlarni olish uchun mo'ljallangan funksiya yaratadi. Oxirida avtouzayveruvchida shu ma'lumotlarni olish bo'yicha nelarni oladi. Ikkinchisi, bir nechta avtomobillar haqida ma'lumotlarni bitta ro'yxatga joylash imkonini beruvchi funksiya ochiladi. Ikkinchi funksiyaning vazifasi bunda biza modelni kiritamiz. Soxta kiritish. Bu funksiyaning vazifasi shunday. Uchinchisida esa info print. Ya'ni kiritilgan funksiyadagi autoinfo funksiyasi bu yerda kiritilgan ekan. Shu funksiyadagi ma'lumotlarni o'zini saqlab oladi. O'zini saqlab olmaydi, konsolga chiqaradi, print etadi. Autoinfo rangini, keyin kompaniyasini, keyin modelini, keyin korobka mexanik qanday korobkaligini, keyin ishlab chiqarilgan yilini, keyin narxini chiqaradi. Oxirini dollar qo'yib netadi.
funksiya chaqirib olishning bir necha xil usullari bor ekan. Birin-birin bular bilan tanishib chiqamiz. Dastlab birinchisidan boshlasak. Hop. Import automate info as am. Bu yerda as am degan qo'shimcha bo'lgan. Aslida uni yozmasak ham bo'ladi. Bo'lishi uchun biza bundattirib uzun narlarni chiqib turishimiz kerak. Gerçi buni o'zi shablon deb ko'rsatsa ham avvalgilarda Pythonni dastlabki versiyalarida bu shablon menimcha yo'q bo'lgan o'xshaydi. Shuning uchun buni ansonroq yo'lini aytish uchun as I am as deb o'zlarimiz xohlagan o'zgaruvchini berib ifodalab qo'yilavergan. Bu biza bergan o'zgaruvchini bergan vaqtda avvalgi o'zini modul nomi xato bo'ladi va shundan biza bergan toza o'zgaruvchini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Dasturni to'g'rilab verin tuzatishlarni kiritib oldik va o'zgaruvchi ochdik. Avto1 deb o'zgaruvchi ochdik. Birinchi avtomobil uchun o'zgaruvchi import auto-info shu moduldan auto-info funksiyasini olib, mana bu auto-info funksiyasi ko'rib turganlaringiz shu funksiyani olib, unga o'zlarimiz quyidagi parametrlarni kiritib chiqdik shu parametrlarni kiritib chiqdik. Keyin auto-info print keyingisida esa I am shu moduldan info print funksiyasini olib, auto1dagi auto1 o'zgaruvchisidagi qiymatlarni oldik. Va natijada konsulga chiqadigan narsa, masalan, rangi qora bo'lgan, ishlab chiqarishi GM bo'lgan Malibu avtomat korobka 2020-yil $40,000 narxi. Xo'p, shunday bo'ladi bu. Keyingi yana bu birinchi usul edi. Ikkinchi usul ham bor. Bunda funksiyani hamma nalarini chaqirib olib o'tirmaysan. Funksiyani hamma modulni hamma funksiyalarini jalb qilmaysan, chaqirmaysan. Shunchaki muayyan o'ziga kerakli funksiyalarni chaqirasan. Masalan, from auto-info modulidan auto-info funksiyasidan foydalanamiz, info print funksiyasidan foydalandik va bunda bargina farqi navini kiritib o'tiramiz. Modul nomini kiritib o'tiramiz. Shunchaki avto1 o'zgaruvchisini ishlatsak, auto-info funksiyamizni yozsak, o'zi ham donib chiqaradi, donib bizlarga ko'rsatadi. Shu funksiyani olamizdan ishlab chiqaruvchi ham modeli Malibu shunday deb qiymatlarni kiritamiz va auto-info print funksiyasini o'zi xotirasida turgan bo'ladi. Avtomatik shuni olib kiritib qo'yamiz va bundan beramiz. Natija o'zgarish yo'q. To'g'ri ishlatiribmi yo'qmi tekshirib olsak bo'ladi bundattirib. Avtomat mexanik korobkada mexanikda o'zgartirsak o'zgarib qolaverdi. For print and bu ikkinchi usul edi. O'zlarimizga kerakli bo'lgan funksiyalarnigina chaqirib olamiz va funksiya nomini yozganda uni nerdan kelganini yozib o'tirishimiz shart bo'lmaydi. O'zi bilib olaveradi. Uchinchi usul ham bor. Bu usul from auto-info mod import ham yulduzcha degani auto-info modulindagi hamma funksiyalarni chaqirib oladi. Bunda o'zlarimiz ishlatsak funksiyamizni adini yozsak chiqarib beraveradi. Eslaringizda bo'lsa, bundan boshqa yana bir funksiya bor edi. Auto kirit degan funksiya. Bu funksiya ham xotirada turibdi shablon sifatida, lekin biz uni ishlatamiz. Lekin bundan ham shunday bo'lsa ham bu yulduzcha bo'lgani uchun hamma narsani chaqirib oldi. Hamma funksiya chaqirib olingan va mana shu yerga turibdi. O'sha misolda GM, Malibu o'zgartirishlar oq va avtomat shu yerda ham ko'rinib turibdi. Oq avtomat korobka GM. Xo'p. Darsimiz shu bilan bu darsimiz shu bilan tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.